Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan ko'ngillanish sabablarini ko'rib chiqamiz. Avvalambor xoletsistit, ya'ni bu o'tkop yallig'lanish holatlarida ham ko'ngillanishni kuzatishimiz mumkin ekan. Ya'ni surunkali ravishda och yurish yoki noto'g'ri ovqatlanish oqibatida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Ikkinchi bo'lib, qanday kasallik deysizmi? Bu albatta zaharlanish, ya'ni turli xil narsalardan zaharlanish oqibatida kelib chiqishi mumkin. Turli xil oziq-ovqat bo'lishi mumkin yoki turli xil zaharli moddalar. Shular oqibatida kelib chiqadigan zaharlanishlarda insonda ko'ngillanish kuzatishimiz mumkin ekan. Keyingisi esa bu dori vositalaridan ko'ngillanish kirgizishimiz mumkin. Ya'ni bu hollarda, ya'ni nojo'ya ta'sirlar sarasiga ko'ngillanishni ham kirgizib qo'ygan ayrim bemorlarda yoqmaydigan dori ichish oqibatida kelib chiqishi mumkin. To'rtinchi bo'lib, bu inson organizmida issiq davomida oftob urishi hollarida ham ko'ngillanishni ko'rishimiz mumkin ekan. Va beshinchi bo'lib esa turli xil bosh og'rig'i bilan yuruvchi migren kasalligi bor insonlarda ham ko'ngillanish kuzatilib turadi. Hamda ayollarda homiladorlik paytida toksikoz holatlarida ham ko'ngillanishni ko'rishimiz mumkin ekan. Va turli xil hollarda ko'ngillanishni kelgusi videolarda ko'rish uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying hamda like bosishni unutmang. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa saqlab qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.